Hürmetlik vatandaşlık siyalarımızı devamlaştırmamız bugünkü sağış 2019 yıl 11. ayının 28. günü haftaga Perşembe. Endilikte biz sizlerge aytkan edik. Amerika Qo'shma Shtatlari mushundaq bir qonun loyiha ma'qulladi. Onun to'liq tekshirib bo'lmasimi qisman tekshirib yetib keldi. Bu qonun loyiha Shangang kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi. Bugun biz ham shu yetib kelgan qismini yana qisqartib, umumiy meg'izini, ya'ni Uyg'urlar darhol hozir qabul qila oladigan, zerikmaydigan demoqchiman. Qabul qila oladigan meg'izini tarjima qilib elib keldim. Buning endi diqqat qilishlar vatandoshlarım bo'libdi. Do'stlar, men apanda diqqat qiling. Chunki bu qonun bugun Shangang ustida ketyapti. Alloh xolisa kim biladi? Ata Uyg'ur Tibetning zimmasiga kelishi mumkin. Shunaqa emas do'stlar, mana diqqat qiling. Endi mavzu bunda. Amerika 2019 yillik Shangang kishilik huquq demokratiya qonun loyihasi S1838 numaralı qisqartılması 11. ayının 24. günü Cumhur'a nazaret orbitida e'lon qilindi. Xabar bundaq başlandı. Men mushta saqlab kelgan edim, prezident aman bir kun qo'l qo'ydi bunga. Davlat Majlisi, Kengash palatasi 2019 yıllık Shangang kishilik huquq demokratiya qonun loyihasiga qarshi ovozsiz ma'qulladi. 9 boblik bu qonun loyihaning asosli mazmunlari bunda. Siyosat bayonoti. Amerika Shangang siyosat qonuni 1992 yil tuzilgan. Amerika'nın eksportni boshqarish qonuniga va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining embargo qilish qonuniga xiloflik qilishni tekshirish yillik doklati. Amerika fuqarolarini va boshqa kishilarni maxfiy bo'shitib etishni qo'g'dash, Shangangning negizlik erkinligi va o'zini boshqarish ve özünü boshqarishga buzg'unchilik qilguvchilarni embargo qilish doklati. Jumhur matbuotlari to'g'risida kishilarni kontrol qilish uskuna asboblarni Shangang yana Hong Kong eksport qilish to'g'risida ko'pchilik bu qonun loyihaning umumiy mazmuni to'g'risida to'xtalyapti hozir. 3. qismi yoki 3. bab. Başta 9 bab dedik o, hem de 3. kısmı yoki 3. bab. Qonun loyihada oldi bilan Amerika'nın Shangang işleri negizlik siyasetida to'xtaldi. Ya'ni birinchi 1992 yili tuzilgan Amerika Shangang siyoset qonuni 102 383 numaralı Cemaat Kanunu bir belgelengen prensip ve nişanlarını yana bir kıtım şerhileydi. Birincinin ey tarmığı Amerika Qo'shma Shtatlari Shangangning davomli hayatiy kuchi bo'lishni, gullanish va muqimligini ko'rishni xohlaydi. B tarmog'i demokratiyalashishni qo'llash Amerika tashqi siyosatining negizidagi prinsipidir. Şunlaşqa Amerika'nın tashqi siyosat prinsipi tabiiy holda Amerika'nın Shangang siyosatiga muvofiq keldi. S tarmog'i Shangangning kishilik huquqi Amerika uchun intayin muhim. Kishilik huquq Amerika'nın Shangangdagi manfaatiga bevosita munosabatli. Shundaqla Shangangda iqtisod taraqqiyoti gullanishning asosidir. Hamda D. Shangang to'liq ma'noda o'zini boshqarishi kerak. Shundaq bo'lganda Amerikaning alohida belgilangan qonunlari va bu qonunlardagi belgilamalar bo'yicha Jungo qo'rg'liqi bilan o'xshash bo'lmagan e'tibor berishga erishadi. Diqqat! Shangang to'liq ma'noda o'zini boshqarish kerak. Shu vaqtda Amerikaning e'tibor berishiga erishadi. Diqqat qiling vatandosh. Endi ikkinchi, birinchining ikkinchisi
İkinci, 1984 yılı 12. ayının 19. günü Beijing'de imzalangan Büyük Britanya ve Şimali İrlandiya padişahlık hükümeti bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti hükümeti Şangan meselesi doğrusundaki birleşim bayanat. Bu kanun layihede bu bayanat kıskartılıp birleşme bayanat dep atıldı. Asasını 1966 yılı 12. ayının 19. günü New York şehrinde tüzülgen Pıralav hukuku ve siyasi hukuk halkara ahdnamısı asasını hem de 1948 yılı 12. ayının 10. günü Fransa'nın Paris şehrinde imzalangan Dünya Kişilik Hukuk Hitapnamesi Katarlık kanun hüccetleri asasını Şangan halkının yüksek otonomiyadan, negizlik hukuk ve erkinlikten bahremen buluşunu kollayımız. Alaşyarım. Üçüncü, Şangan halkının erkinlik izlenişini kollayımız. Cümleden Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti ve Şangan alayları aynı negizlik kanunu tüvende kıskartılıp negizlik kanunu dep atılır. Turguzulgan memuriyet başlığını umumi saylam arkalık saylaş ve kanun çıkarış komitetini umumi saylam arkalık saylaştan ibaret en ahırki nişanı yetişine kollayımız. Dördüncü, Cumhur hükümetinin Şangan'a bergen vədillerine, Şangan'a yüksek otonomiya birleşi vədillerine, Şangan'da sayılıqçıların erkinlikten bahremen bulup, umumi saylam şeklinde saylam ötkizip, memuriyet başlığını saylaş ve Şangan'da kanun çıkarış komiteti azalarını umumi saylam arkalık saylaş hukuklarına kapalet kılışka aydakçılık kılmaz. Vatandaş bu 11. ayının 24. gün tükedi bu işin ama aydakçılık kılmaz. Devamını anlayışlar vatandaşa.